O'lim oxirgisi deb o'ylaymizmi? Yo'q. Birodarlarim, o'lim oxirgisi emas. Tanangizdan joningiz chiqqan vaqtida bilingki, siz uchun dunyo to'xtadi. Tanadan jon chiqqanda jonsiz tanangiz muzdek uyda yotadi. Issiq uyga olib kirmaydi. Toyinki o'sha g'assolni kutib yotadi. G'assol kelguniga qadar sizga o'raladigan kafanliklarni tayyorlab qo'yadi. Bizni olib ketadigan tobutlarni tayyorlab qo'yadi, tepalarini yopib qo'yishadi chiroyli qilib. Jondan ortiq suygan ahli ayolimiz, farzandlarimiz ko'zlari ishib ketgan holatda, yig'lagan holat tashqarida turadi. G'assol keladi. U shohmisan, gadomisan demaydi, boymisan, faqirmisan demaydi. Shuni axlatdan tozalab yuboradi, qorinni bitta bosadi, mayit qayerda deb turib. Shuni yuvadi, poklaydi, kafanlaydi. Kafanlagandan keyin aytadiki, endi tobutga olinglar deydi, mayitni deydi. Bir de domla keladi, 4 takbirli janoza namozini o'qigandan keyin ana endi bizni qiyomatimiz boshlanadi. Rasululloh alayhisolatu vasallam hazratlari aytdilar: